Xudoga shukr uxlashdi. Bugun xo'jayin meni naqd 50 marta ochib yopdi. Nima, menda Narniya bormidi-ki? Har safar ochganda yangi ovqat paydo bo'lsa. Qiziq odati bor-da. Brat, nolimang, mani ahvolimni ko'ring. Boya xo'jayin tualetda men bilan yarim soat o'tirdi. Hidi ham mayli, video ko'rib kulaman deb ustimga tupurvordi. Jim o'tiringlar. Meni bugun it tishladi. Keyin kelin pol artayotganda meni tryapka o'rnida ishlatdi. Charchaganman, uxlashim kerak. Kecha seni mushukka otishgan edi. O'sha mushuk seni qarg'adi, shuning uchun it tishlab olgan. Unaqada bira to'la dumbasidan tishab olishi kerak edi. Xo'jayinning ahmoqligi sabab men azor chekdim. Ahmoqligini gapirma. Aytgancha telefon. Bugun xo'jayin men dietadaman deb Instagramga post qo'ydimi? Ha, qo'ydi. Sog'lom turmush tarzi, faqat salat yenglar deb yozdi. Ancha-muncha layklar yog'ildi. Ha, mazgi. Soat 2 da turib olib ichimdan somsani olib paqqos tushirdi-ku bugun. Yana salat deganiga o'laymi? Bu dabba yana eshikni ochib olib, aynan eshik tagida yeyish kerak somsani. Eshikni yop deb titillasam, o'chir ovozingni deb tepdi biqinimga. Meni ham tepib turadi ba'zida, oyog'iga sig'may qolsam. Aytgancha, muzlatkich, zaryadchik bormi? Telefon o'layapti. Voy xudo. 2% quvvatim qolibdi. Agar tongda budilnik chalmasam, xo'jayinni jahli chiqib meni yana polga uloqtiradi. Jim bo'linglar. Dietadagi janob yana kelyapti. Hozir yana kolbasaga hujum boshlanadi. Hammaga atboy.